anaqa holat. Men eshitdim har xil hamma gaplarni. Yibanashkami, nimaga urib oldi, ichib olganmi degan gaplarni eshitdim. E'tiboringlar uchun shu momentda har qanaqa video uchun, masalan, mana shu ko'rilgan, sizlar ko'rayotgan video uchun hamma protokollar tuzilgan, modlar shtrafnoyga kirib bo'lgan edi. Men birinchilardan bo'lib alkotestlardan o'tganman. Потому что men ichmayman ham, chekmayman ham. Tovuqqa o'xshab kavlab manyor qila olmaydi-de, ayol kishi-de deganligi, вот mana sizlar uchun keltirib beraman. Men ketyapman. Oldinda men bu yana bitta sherigim emas. Endi holatni men sizlarga keltirib beraman. Manyor qila olmaganda ayol kishi deganligi. Bu yerda takitak nikak men bu tomonga sola olmasdim, sababi lezva. Bu yo'lga solishim uchun ham bu ham lezva. Endi men kelyapman. Menda потому что to'xtaydigan holat emas. Nimaga? Chunki men stepleniya bilan tormozni bosib olganman. Meni sherigimni tormoz bosganini juda ham yaqin bo'lganimda bilganman. Nimaga sherigim tormoz bosgan, uni o'zi biladi, masalan. Xo'p, bu yerda eng to'g'ri yo'l manyor qilib buni orasidan ketish. Chunki bu yoqdan solsam strashniy holat bo'ladi. Men kesilib maydalanib ketishim mumkin edi. Men bu joydan maydalanib ketishim mumkin edi. Men bunga tegib, bu ham momentdan parcha-parcha bo'lib ketishim mumkin edi. Bu yo'lga solishim uchun ham men 5 yillik pilot bo'lishim kerak edi. Xullas, shunaqa. Manyor qilib, o'sha o'tib ketmoqchi bo'lgan holatimda men salgina tegib ketdim. Mana bunaqa holat. Qayerga olib boraylik, aka? Qayerga olib boraylik? Bo'ldi, katta ustam tanishim bor. Men tegib ketdimmi, hozir nima bo'lganini bilmayman. Просто men mard qizman. Просто men mard qizman. Любой joyda pravaga o'qiganmiz, men tegdim, men qilib beraman. Shuning uchun ketdi. Gai payiqsiz sizga ham, menga ham anaqa bo'ladi. Men anu qizni ham ustaxonaga olib boraylik deyapman. Bo'ldi, tanishim bor, o'zi mototsiklni bir joyiga tiqib qo'yibdi deydigan aqllilar, xavotir olmanglar. Men mard qizman, o'sha gap oxirigacha mard bo'laman. Mayda detallarigacha kerak bo'lsa men yangi qilib beraman. Xavotir olmanglar. Eng glavnisi men qilgan xatolarni sizlar qilmanglar. Glavnisi Alloh asradi, alhamdulillah.